Hello everyone, welcome to my doyang deb başlasam. Mava xaritini kaynimdiki bek so'rab ketibsizlar do'stlar. Men unutib qoldim nereden ağınımni-chu. Uchurga qalsa sizlarga beray ya, uchurni. Men xarit satmayman. Bu xaritini nereden ağınımni unutib qoldim. Ikkinchidan, ma xaritini inglizcha map deymiz, davlat tilida titu deymiz. Bugun ingliz tilining gapini qilishdagi sabab mushu mening önüdarimdagi ingliz tilim o'tamsiz o'zsingiz qatnasak bo'ladi degan o'rganuvchilarning talabiga asosan men o'zimning ustozini, men ingliz tili dars bergan ustozimni taklif qilib, mehmon qilib, sovg'atlarni tayyorlab darsxonamizda ingliz tili dars so'zlab berishga taklif qilib ma'qul keltirdim do'stlar. Cho'nglardan ingliz tili o'rgatdim deydigan o'rganuvchilar bo'lsanglar, hozirdan boshlab men uchur qilsanglar bo'ladi. Endi bolalarim bir ingliz tili darsini bir yaxshilab bir yetaklash qatnashib bo'ladi deydigan do'stlar bo'lsanglar, hozirdan boshlab ish qilib endi bir ikki ta'xir qilib qolsanglar, endi boshlaymiz, juma. Ondan sonra asli maqsad kelsak, Chinguo bilan Tongguo degan so'zning farqini so'rab ekansizlar. Bu grammatik darsxonamizda so'ralgan savol. Intan yaxshi savol bo'pti. Bu bizning grammatik darsxonamizga o'rganuvchilar chiqib shunchalik qizg'in o'rganish ishtiyoqi, shunchalik kuchlik. Hamda shu savolning negizlik eng muhim narsani so'raydi. Xeyli o'ylang'il saldi odamni. Demisimi bu Chinguo bilan Tongguo degan so'zning ma'nosi shunchaki yaqin, biroq ishlatilgan o'xshamaydi do'stlar. Ya'ni Chinguo, Tongguo, munda arqiliq degandek ma'nosi bor. Ikkilisi oldi qo'shilg'uchisi. Biroq shu so'z xarakter jihatda yana o'xshamay qolganlar bor. Tongguo degan so'z fe'l bo'la oladi. Chinguo degan so'z bo'lsa, fe'l bo'la olmaydi, ism bo'ladi. Shuning uchun ishlatilgan o'rni o'xshamaydi. Maslanga bu Tongguo degan so'z fe'l bo'lgan vaqtida o'tish degan ma'nosi bor. O'tish. Masalan, Fang'an Tongguola desak, Fang'an Tongguola desak, bu andiza qanday bo'ldi? O'tdi. Ya'ni tasdiqdan o'tdi demakchi. Andiza o'tdi. Endi Chinguo degan so'zning bu ism bo'ladi bu. Fe'l bo'lmaydi. Ya'ni means bo'ladi. Ya'ni jarayon demakchi. Jarayon. Undaqda 这就是事情的经过 deymiz. 这就是事情的经过. Mana bu ishning jarayoni. Mana bu ishning jarayoni. Mishadinlar bu ikkisining yana azroq farqini bilalaysizlar. Ya'ni ikkilisi oldi qo'shilg'uchisi bo'lgan vaqtida hamda, ma fe'l ism degan yerda o'tib ketdik. Ikkilisi oldi qo'shilg'uchisi bo'lgan vaqtida munda orqaliq deganini bildirdi. Lekin nim orqaliq degan vaqtida mushu bir narsalar o'xshamaydi ikki so'zdan keyin keldigan. Ya'ni Tongguo degan so'zning ta'kidlamoqchi bo'lgani ishning jarayoni bo'lmasdan oxirgi maqsad mudda. Ma Chinguo degan so'zning ta'kidlamoqchi bo'lgani bo'lsa, ishning jarayoni, tafsiloti. Shuning uchun Tongguo degan so'zning keyiniga asosan mana usul, chora, andiza degandek so'zlar keladi. Chinguo degan so'zning keyiniga asosan shu yo'l yoki ma'lum nuqta va yoki ma'lum vaqt degandek so'zlar keladi. Ya'ni masalan, 我经过2年的努力学习 men mush 2 yillik tirishib o'rganish orqali shva 我经过2年的努力学习 mush bilan nima uchun Chinguoni ishlatib Tongguoni ishlatmadik? Chunki 2 yillik tirishib o'rganish bu bir jarayonni ta'kidlaydi. Keyinga vaqt kelyotidi 2 yillik deb. Shunami? Shuning uchun Chinguoni ishlatdik. 我经过2年的努力学习 men 2 yillik tirishib o'rganish orqali 终于通过了普通话考试。Axir mushu 普通话imtihondan o'tdim. 终于通过了普通话考试。Men oxiri 普通话imtihondan o'tdim. Ya'ni Tongguoning keyiniga shu o'tgan nimasi imtihon kelyotidi. Endi Tongguo degan so'z munda orqaliq degan ma'nosi chiqqanda buning keyiniga ob'yamda dema usul, chora, vosita, andiza degandek munda so'zlar keldi deb. Masalan, 通过和他交谈 通过和他交谈 uning bilan paranglashish, suhbatlashish orqali 我发现他是一个很善良的人 我发现他是一个很善良的人 men uni bek oqko'ngil bir odam ekanligini qanday qildim bayqidim deb bu yerda endi paranglashish orqali 我通过和他的交谈是吧？通过交谈。Shunga do'stlar munda qilaylik. Mushu Tongguo bilan Chinguoning keyiniga odatda ko'pincha ahvolda qaysi so'zlar keladi, shu so'z bermisizlar deb berayman. Shuni bekroq esinglar tutib olinglar. Mundaq yo'ldan o'tish, mundaq yo'l, ma'lum nuqta deganimiz bilamiz-ku, mana bir bog'cha deymiz, doktorxona deymiz,
Mındaq bir suydal tonel deymiz. Mındaq yerdən ötüş ulab qalsa, jingguoni işiltimiz. Məsələn, 经过这条路，经过公园，经过隧道 degandek. Tungu'nun keyniga buni imtihondan o'tish deymiz. Ma'lum mundaq bir fan andizi deymiz. Tor masalan, Tungu Wanglu deb qalsaq, tor orqali degan gap, bu yerda o'tish degan deb tarjima qilib olmanglarchimi? O'tish degan ma'nosi bor, bunda orqali degan ma'nosi bor deb berdim-ku, bayan oldi qo'shiliq so'g'anda chuqur bunda orqali deb tarjima qilamiz. Ya'ni Tungu Wanglu tor orqali, Tungu Shouji telefon orqali. Bunda yerlarda Tungu Kaoshi imtihondan o'tish, Tungu Shenghe tasdiqdan o'tish. Bunda yerlarda Tungu'ni ishlatamiz. Bilib oldinglarmi? Unda esa pinglon chuyda mushu so'zlarni ishlatib, jumlalarni tuzib avatib boqamsizlar. Abiyam degandek, men cho'nglardan ingliz til o'rgatdim deydigan o'rganishlar bo'lsanglar, menga uchur qilishni boshlasanlar bo'ladi. Atrofinglarda o'rganish ishtiyoqi bor. Işte sistemalik o'rgansam bo'ladi. Men bizning darsxonamizda necha koy 9 mo yoki bekorlik bir narsa chot yo'q do'stlar. Men shedlam deb qo'yay. Astul ajraq olamiz. Ba'zilar uchun sal yuqori hisoblanishi mumkin ham. Olamiz, lekin shu olgan tushliq ish qilamiz juma. Mendaq vaqtimni, zehnimni unumli yerga sarf qilsam bo'ladi. Aman men xajlagandiki bu vaqtni chiqargandiki men aman astul pul xajlagandiki men shu negizlik bir narsa o'rgansam bo'ladi deydiganlar bo'lsanglar, men uchur qilsanglar bo'ldi. Bo'lmasa mana yaxshi darsingiz yo'qmi? Yana nima deysizlar? Faoliyat yo'qmi debdi. Bu faoliyat qilmay bu yerda boshqa bir nima sotmasam ya, shundami ya? Yana nimanda qimmat deydigan mundalaringlar bo'lsanglar, menga gap qilmanglar. Bu shu ashta shuning tushliq bo'lgan ishlar hammasi. Olamiz, lekin shu siz rozi bo'lib o'tib ketgidek ish qilamiz.